aktiv. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun bizlarda Haval Julian mashinasi. Buni krugovoy tonirovka bilan urib berdik. Oldin qismi sonzda işte lumar, oldin iki eshik. Armalan brendidan tonirovka bilan urib berdik. Ichkaridan ko'rinishlarini baho bering. Tashqaridan qop-qora. Ichkaridan ajoyib ko'rinishga ega. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Keramika Buxoroga murojaat qilasizlar. Aloqada bo'lsin.